Keyingi videomizni уже boshlayveramiz. Bunda ham layklarni bosinglar, kommentni portlatinglar. Bunda ham qaranglar, avtomatik pul ishlash haqida gaplashadigan bo'lsak, kechagi videomizda mana bu 2000 tron edi. Ya'ni 2000 tronda o'zi men 3600 qildim. Bu avtomatik pul ishlash deyiladi. Xo'p, buni pulini olamiz, hozir birinchi navbatda kalim qilamiz. 1 trondan har soatda berib boradi. Qaranglar. DAIS uchun avtomatik pul ishlash, DAISga kiramiz, DAIS o'yiniga. Qaranglar, diqqat bilan. Hozir balansimizda 3687 tron bor, to'g'rimi? Mana buni bunday qilasizlar. 2.5. Sizlarning balansingizda qancha bor? Masalan, sizlarda 100 tron bo'lsa, mana shunga mana shu saytga endi depozit qilib, masalan bir 500 tronmi, 1000 tronmi tashlasanglar, ana endi mana shu saytdan kuniga 100 dollar, 200 dollar hozir ko'rsatadigan yo'lim orqali pul ishlashingiz mumkin. Agar 100 tron bo'lsa, sizlar ana bunday qilinglar, 0.125 qilinglar. Yo'q, 0.50 qilinglar. Ana shunaqa qilinglar. Agar 100 tron bo'lsa, 100 trondan kamida sinashni tavsiya qilmayman buni. Men balansim normal bo'lgani uchun 2,5 qilaman. Qaranglar, ana bu yashil galochka bor mana. Mana. Ana shu galochkani eng oxiriga surib qo'yamiz, qaranglar. Bo'ldi, mana ko'k rangga kirdi, to'g'rimi? Ana endi bu yerdan qani edi? Bu yerdan start knopkasini ustidan bir marta bosamiz, avto mana start knopkasini ustidan bitta bosamiz, hozir yutqizsa 2x 2x oshirib boradi. Tepadagi balansga qaranglar, endi men bosaman, qaranglar. Diqqat bilan qarab turinglar ishlashini. Qaranglar, 87 dedi. Qaranglar, ko'payishini ko'ryapsizlarmi? 3700 bo'ldi. Ketdi, qaranglar, dalshi 100 tron lozim. Mana shu videoni o'zida ishlashni ko'rsataman sizlarga. Hop, normal ko'ryapsizlarmi? 720 уже sherni o'zida 50 tron ishladik sizlarga ko'rsatishim payti. Qalay, taktikacha. Ko'ryapsizlarmi? Ana shuni bosib qo'yasizlar, bo'ldi, o'zi ishlab o'tiradi. Bu taktikani xuddi mana shu summada qiladigan bo'lsangizlar, 0.2 tron bilan 2 trondan boshlamoqchi bo'lsangizlar, 1000 tron depozit qilasizlar. Depozit qilsangizlar, vashi kayf qilasizlar, bez depozit sarmoyasiz ham ishlasangizlar bo'ladi. Men masalan mana shu 100 tron ishladi, ko'ryapsizlarmi? Mana 3800, shu 100 tronni ishladim men. Ko'ryapsizlar natija qanaqa zo'rligini? Mana. Ana shunaqa qilib bossangizlar bo'ladi. Mana ana shuni endi yesicho mana bunday qilamiz. 5 tron qilamiz. Ketdi, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, hozir 200 tronni men bir pas ishlab ko'rsataman. Ana endi bunday qilib 10 trondan ketdi, davay. Bo'ldi. 3915 bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Ujum men 300 tronni va'da qilganimda ishlayapman. Ketdi yana dalchi. Mana. Har payt normallik chiqib ketar, sразу tushirib boringlar. Hozir 4000 qilganimda men videoni to'xtataman. Menga уже yetadi. Har kuni mana shunday 300 trondan ishlab borsangizlar bo'ladi. Taktikani ko'ryapsizlar, qanday qilishni ham tushundingizlarmi? Tushunmagan bo'lsangizlar, nimaga kommentariyaga yozsangizlar o'rgataman уже. Bo'ldi. To'xtang endi. 20 trondan bitta bosamiz. Xo'sh, yana 4100 dan o'tkazaylik. Torming 345. Qalay? Ko'ryapsizlarmi? Torming 345. Mana buni avtomatik pul ishlash desa bo'ladi. Endi men bu pulni yechib olaman, qaranglar. Mana endi buni yechib olaman. Mana kechagi chiqarganlarimiz kelib tushdi. Ana endi buni bunday qilib yechib olaman. Ko'rdingizlarmi? Avtomatik pul ishlash deydilar buni. Agar sarmoyasiz ham ishlab bilasizlar, men bir marta nima qilmayman, bir marta 500 tron kiritganman. Undan keyin vashcha sarmoya qilmayman, o'zim ishlab, o'zim nima qilaman. Tron Binance'ga chiqarishni tavsiya qilaman, sababi Binance orqali uz kartaga keyin yechib olib bilasizlar. 6400 dollar bo'lgan pulchamiz, ko'ryapsizlarmi? Bir oyga yig'gan pulim bu. Bir oyda men shu saytlardan shuncha foyda olayotgan ekanman. 4300 bo'lsa, ko'ryapsizlarmi? Hozirning o'zida 1000 tron ishladim, pashti 1000 tron ishladim. Endi pulni yechamiz. Avtomatik pul ishlash degani mana shu. Tushunmagan bo'lsangizlar, videoni boshidan qaytadan ko'ringlar. Xo'p, 345 tron yechamiz, 345. Bo'ldi, kapchani teramiz.
Sizlarga o'rgatayotgan payti уже $100 ishladim. Ko'ryapsizmi? Sizlarga o'rgatib уже $100 pul ishladim. To'rming qoldi yana. Har kuni ana shu 300 trondan chak ishlab ketaveraman. Mana shuni normal desa bo'ladi. Bunga pul kiritish uchun sizlar mana bu Binance'ga pul kiritasiz. Binance orqali через kiritsangizlar ham bo'ladi albatta. Qanaqadir nimadan Payrga pul tashlab, Payrda obmen qilsangizlar bo'ladi Tronga yoki mana shunaqa Binance'ga uz kartadan P2P qilasizlar. P2P qilib tashlasangizlar bo'ladi Tron. Mana shunaqa qilib ham tashlab depozit qilasizlar или xuddi mana o'rgatgandek ana shunday kuniga bosib borasizlar. Bu narsani hech qachon video qilmagandim. Endi evaziga like, bomba aktivlik kutaman do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar aktiv bo'lgansiz, qanaqa pul ishlash yo'llarini ko'rsatyapman. Mani kanalimda hamma chiqqan videodan hamma udar foyda olgan. Bunaqa katta gapirish emas u, lekin hamma videolarni o'zim ham yaxshi ko'raman. Eng bo'ladigan normalniy bizani chiqargan videolar orqali odamlar seryozni pul ishlaydi. Ana kommentariyani o'qinglar, Telegram kanalga kiringlar, ko'rasizlar. Bo'lmasam do'stlar, barchalaringizga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.